Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib multi-levelning listening qismidagi part 1 da ishlashni juda sodda va oson usulda ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda ko'p ham cho'zib o'tirmasdan shu birdaniga ishlash jarayoniga o'tib ketmoqchiman. Qarang. Birinchi navbatda bizning part 1imiz levelimiz, darajamiz A1 va A2 oralig'ida bo'ladi va bu yerda xato qilishga deyarli haqqingiz yo'q. Juda ham sodda so'zlar ishlatiladi. Birinchi navbatda e'tibor bering. Birinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa question words, ya'ni nima haqida so'rayapti? When deyaptimi, where deyaptimi, who, why, what deyaptimi? Shunga e'tibor bering. Ya'ni where deb savol bergan bo'lsa-da, wheredan keyin davomli eshitmadingizmi deylik. Misol uchun where dedi, nimadir dedi. Siz e'tibor bering, joyga oid narsa topishingiz kerak. Misol uchun where dedi, qidiring. London, Paris shunga o'xshash narsa turadi. When dedimi, vaqtga oid narsani topishingiz kerak. A, B, C tushunarli? Adashmaymiz. Keyingisi zamonlarga e'tibor bering. Qaysi zamonda so'radi? Did you dedimi? Do you dedimi? Will you dedimi? Tushunarli? Ya'ni e'tibor beringki, qaysi zamonda so'rayapti. Misol uchun sizga did you arrive nimadir degan bo'lsa-da, siz yes, I misol uchun do yoki I misol uchun write deb yozgan bo'lsangiz, u juda ham noto'g'ri chiqadi, chunki did you bilan so'radi. Zamonlarga e'tibor beramiz. Keyingisi pronounces, ya'ni he, she nima dedi? Ya'ni does she know degan bo'lsa-da, variantda yes, he does degan bo'lsa, sizni chalkashtirish uchun. Tom degan bo'lsa-da, variantda misol uchun she degan bo'lsa, sizni chalkashtirish uchun qo'yilgan bo'ladi. Mana shu qismlarga e'tibor bersangiz, to'liq javoblarni 100% topishingizga ishonchim komil. Tushunarli? E'tibor beramiz. Yana bir marta aytib o'taman. Question words, tenses, pronounces. Bu uchun albatta grammatika kerak. Bizni hech qanaqangi shop-shop bobolarim, unaqa yolg'onchi usullardan ishonmang. O'zingizni vaqtingizni bekorga ketkazmaslik uchun faqatgina grammatikamizga va o'sha logikamizga suyanamiz bu yerda. Tushunarlimi? Boshladik. Ketdi. Birinchi partdan boshlaymiz bu yerda. Birinchi navbatda bir savolni hozir savol o'qiydi. Biz shularga mos javobni topishimiz kerak. Qani boshladik. Bitta-bitta ishlab boramiz. Speaker 1. Ketdi. Don't you need to get to the party now? Don't you need to get to the party now? Ketdi. Don't you need to get to the party now? Boshladik. Ya'ni hozir bazmga borishing kerak emasmi? Hozir bazmga borishing kerak emasmi deb o'tdi. Boshladik, bitta-bitta javoblar ko'rib chiqamiz. Bu birinchi marta ishlayotganingizda sizning maqsadingiz birdaniga 100% topolmasligingiz mumkin. Bu yerda qanday ishlash jarayonini to'g'riligini ko'rib borishingiz va keyinchalik jarayonni tezlashtirib borishingiz kerak o'zingiz uchun. Qani qayerda xato qilyapmiz? Qarang. Siz bazmga hozir borishingiz kerak emasmi debdi. Boshladik. She turibdi. Birdaniga qarang. Boya aytgan narsam pronounce bizada you bilan so'rayapti. Bitta shuni tagiga chizib ketdi. You bilan so'rayapti. She dedi. Bo'ldi, chiqib ketadi javobimiz, chiqib ketdi. Bu avtomatik tarzda bu xato qilib olamiz. Buni xato qilib qo'yamiz. Okay, buni bu yerda qizil emas, buni qizil qo'yaylik. Okay, buni esa qoraga qaytaramiz. Okay, sorry about this. Hozir buni qoraga qaytaring. Alright, good. Bu javobimiz to'laligicha xato. Nimagaligini tushuntirib o'taman. Yana bir marta you deyapti. Tushunarli? Bu. Ikkinchisiga kelamiz. Xo'sh, I need few hours to check it. Uni tekshirishim uchun biroz vaqt kerak deyapti. Qarang, uni tekshirishim uchun biroz vaqt kerak debdi. Bizga tekshirish haqida gap ketgani yo'q. Tushunarli? Bo'ldi, xato mana shu yerda ketyapti. Endi bittagina variantim qiladi. No, I got other things to do. Yo'q, meni boshqa qiladigan ishlarim bor. Tushunarli? Javobimiz B bo'ldi. Ikkinchisiga o'tamiz. Please, e'tibor berib boramiz. Birinchisida birdaniga xatoni topdik, chunki U dedi, C birdaniga xato. O'zingiz tekshirib oling. Ikkinchisida bo'lsa, biror narsani tekshirish haqida gap ketmayapti. Tushunarlimi? Okay, ketdi. Bunisini qo'yaylikchi. Speaker 2. When can we hang out? When can we hang out? Speaker 3. Bo'ldi. Qarang, mana shu yerda juda ham zo'r narsani topdik. When can we hang out dedi. Boya aytib o'tganimdek when dedi. Bo'ldi. Mana shungacha qani tasavvur qilaylikchi, when u yog'ini tushunmadik deylik. Balki siz so'z boyligingiz yetmadi-da, whendan keyin so'zni tushunmay qoldingiz. Masalan, hang out so'zini tushunmay qoldingiz. Okay. Lekin when deganini tushundikki. When dedi. Tagiga chizaman. Boshladik. In the top drawer deganning savoli nima edi bu? Where deganda in the top drawer desa juda ham zo'r chiqardi. Agar where deganda, xo'sh, buni yozib qo'yaylik. Agar bu where ga zo'r tushardi. Where desa agar biz birdaniga shuni olardik. Tushunarli? Where demadi, bizga when dedi. Keyingisi deadline is strict. Hech kim so'ramadi how deb bundan. Deadline strict emasligini hech kim so'ragani yo'q. Bizga u kerak, buning keragi yo'q. Mana after today's meeting, bugungi meetingdan so'ng. Mana bittagina when ga 100% tushadigan javobimiz after today's meeting bo'ladi. Tushunarli? Demak javobimizga buni yaxshi, buni belgilab o'tamiz. Please
o'ylaymanki hozir tushunib boryapsiz. Birinchi muhim narsa sizga part 1 ni qanday ishlashni tushunib olishingiz kerak. Keyinchalik shunga yarasha to'xta mana bu yerda grammatikaga kerak ekan. To'xta mana bu yerda biroz vocabulary kerak ekan deb o'tasiz. Tushunarlimi? Endi 3-siga o'tamiz, please. 3-siga o'taylikchi. Where can I call a cab? Where can I call a cab? Speaker 4. Uzr. Hozir where can I call a cab? Ya'ni qayerdan turib nima desa bo'ladi? Taksi chaqirishim mumkin debdi. Qayerdan turib deyapti. Tushunarli? When degani-yu where can I call a cab deyapti. Bo'ldi. Xo'sh, qayerdan turib taksi chaqirishim mumkin? Bizda where dedi. Tushunarli? Bo'ldi, buni belgilab olamiz. Tagiga chizib o'taylik. Xo'sh, tagiga chizamiz. Where dedi. Endi you can order with your phone. Juda ham zo'r chiqdi. Ya'ni qayerdan taksi chaqirishingiz mumkin? Shunchaki telefoningizdan chaqiravering, hech qayerga borishingiz shart emas. Juda ham zo'r chiqdi. Where dedi. Qarang, bu yerda nima bo'lyapti? When ga bo'lib qolyapti. Bu tushunarli? Bu when bo'lib qolyapti, please. Bu when bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu javobimiz bizga to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Xo'sh, buni qizilga olamiz. Bunisi bo'lsa no, there is no cab. Is there is gap so'ragani yo'q bu yerda. Tushunarlimi? Is there ya'ni u yerda bormi yoki yo'qmi degan so'z aytilgani yo'q. Shu boisdan biz buni qabul qila olmaymiz va bu xato hisoblanadi. Endi 4-siga o'taylikchi. 4-sini eshitamiz qani. Shall we put this on a sale? Shall we put this on a sale? Ketdi. Shall we put this on a sale? Endi to'liq tushuntirib o'tdi. Shall we put this on a sale degani buni sotuvga qo'yishimiz kerakmi, qo'yamizmi deb aytyapti. Endi buni sotuvga qo'yamizmi deb aytyapti. To'liq ma'nosini tushunadigan bo'lsak, it was qarang. It was bo'ldi. Mana was turibdi. Birdaniga agar siz javobni topa olmayapsizmi, xatolarga qarang birinchi navbatda. Bizda sotuvga qo'yamizmi deyapti. Bu nima desa bo'ladi? Tak, o'tgan zamonda beryapti, shuning uchun b chiqib ketdi. Nima uchun buni ola olmaymiz? That can't be good. Bu yaxshi bo'lishi mumkin emas. Bu yerda deyarli ma'no yo'q. Bu yaxshi bo'lishi mumkin emas, ma'no yo'q. Bu yerda chiqib ketadi. Bittagina variant bo'ladi. To'g'ri g'oya berding. Ya'ni to'g'ri g'oya berding degan ma'noda beryapti. Buni sotuvga qo'yamizmi desa, ha, to'g'ri g'oya berding deyapti. Tushunarlimi? Javobni shu uchun 4 ni olib olamiz. Endi 5 ga kelaylikchi. 5. Excuse me, could you tell me where can I find box office for this film? Excuse me, could you tell me where can I find box office for this film? Ketdi. Uzr, menga ayta olasizmi where dedi. Bizga mana shu where de o'zi deyarli javobni topib beradi. Hozir where de o'zi boya aytib o'tganlarimizdek. Ketdi. Everything is in Chicago. Bizga umuman tushmaydi, hamma narsa Chicagoda. G'alati, juda ham noo'rin javob. Xo'sh, tak, the film was impressive. Endi qarang, was. Mana o'tgan zamon turibdi. Tushunarlimi? Boya aytib o'tganimizdek, zamonlarga e'tibor beramiz. Bizda waslik, o'tgan zamonlik gap bo'lgan edi. Bu xato. Bitta variantimiz bor. Could you tell me deyapti. Ham bunisiga ham e'tibor bering. Ayta olasizmi desa, ha, ayta olaman. Siz tiketlarni shu yerdan sotib olishingiz mumkin. Ya'ni joyga nisbatan shu yerda berdi. Javobimizga buni yashil qilib olamiz. Tushunarli? Endi 6-si, 6, 7larni ishlatamiz. Qani 6-sini ishlaylikchi. Speaker 6. How much does this subscription plan cost? Much. How much does this subscription plan cost? Mana ko'rib chiqamiz. How much gacha tushundik, u yog'ini tushunmadik. Boshladik. Tak, the plant was good. Qarang, plan was good. Bo'ldi. O'tgan zamon, tushunarlimi? Bizga kerak emas. O'tgan zamonda ketgani yo'q. Exam was difficult. Bu yerda ham o'tgan zamon turibdi. How much bu yerda hozirgi zamonda so'ralayotgandi. Shuning uchun javobimiz bittagina variantimiz kelar, ham narx yozilgan variantimiz. It's $10 per hour, ya'ni soatiga $10 deyapti. Boshladik. Mana javobni oldik. 7-sini ko'ramiz. Speaker 7. Miss, what I do to help you? Miss, what I do to help you? Speaker 8. Bu yerda belgilab olaylik. Xo'sh, miss sizga yordam berish uchun nima qila olaman? Ya'ni miss sizga yordam berish uchun nima qila olaman debdi. Uzr, mana bularni qorada belgilash esimdan chiqib ketdi. Shuning uchun bularni bir qora rangda belgilab olaylik. Alright. Xo'sh, mana bunisi ham qorada qolib belgilash qolib ketibdi. Okay. Ana endi mana bu ham qolib ketibdi. Sorry about that. Boshladik. Ana endi miss sizga yordam berish uchun nima qila olaman desa, was turibdi. Please, men xonani ichida edim. Umuman tushmaydi. Ya'ni bu yerda past o'z present simple da gapiryapmiz. Was chiqib ketdi. Thanks, it helped a lot. Rahmat, katta yordam berdingiz. U nima deyapti? Men qanday qilib yordam berishim mumkin desa, katta yordam berdingiz deyish juda ham qiyin. Bitta variantimiz bor. You could change the sheet, ya'ni sheet, ya'ni o'sha blanket nima desa bo'ladi ekan. O'sha
joyni ustidagi o'sha plastinani almashtirishga yordam berishingiz mumkin deyapti. Okey, tushunarli? Ya'ni o'sha choyshabni almashtirishga yordam berishingiz mumkin deyapti. Bo'ldi. Mana bu yerda. Bu yerda o'tgan zaman bittagina variantimiz turibdi. Ana endi 8-chisiga keladigan bo'lsak, 8-chisini bir ko'rib chiqaylik. Okey, qani boshladik? Qani nima degan ekan? We had dinner at the New Oriental Restaurant yesterday. We had dinner at the New Oriental Restaurant yesterday. Bo'ldi. Qarang. Biz kecha qayerdadir bitta location aytdi. O'sha yerda yangi joyda nonushta qildik. Yo'q, kechki ovqatni yedik deyapti location. Ana shu yerda kechki ovqatni yedik deyapti. Endi zamoniga e'tibor bering. O'tgan zamonda aytyapti. Tushunarli? Boshladik. Xo'sh, buni katartib qoraga belgilab olamiz. Buni esa bunda qo'yamiz. Boshladik. I hope you'll enjoy it there. Iltimos e'tibor bering. Mana bu yerda had deyapti. Bu yerda bo'lsa you'll deyapti. Ya'ni umid qilamanki siz u yerda dam olasiz, ya'ni rohatlanasiz. Zamon tushmaydi. Xo'sh, yes, it has a chef. U yerda chef bor. Yes or no'li savol bergani yo'q. Tushunarli? Yes or no'li savol bergani yo'q. Tushuna olamiz. Endi bittagina variantimiz qoldi. I still haven't been there. Men hali u yerda bo'lganim yo'q. Ya'ni men hali u yerda bo'lganim yo'q. Eng to'g'ri javob qilib qabul qila olamiz. Tushunarli? Ko'rdingiz qanday ishlash kerakligini. Buni birdaniga imtihonga kirgandan 100% birdan ishlab ketmaysiz. Oldin uyda yaxshigina yetarlicha praktika qilib oling. Agar praktika kamroq materiallaringiz bo'lsa, shuni Telegram kanalidagi Teacher Azimjo kanalidan topib olishingiz mumkin. Aynan part 1 bo'yicha juda ko'plab materiallar tashlab qo'yilgan. Iltimos, buni ishlashdan oldin ko'plab praktika qilib ko'ring va aynan mana shu usulda bir o'zingizga sinab ko'ring, qani to'g'ri keladimi, yo'qmi. Xo'sh, e'tiboringiz uchun rahmat va qaysi partlar bo'yicha keyingi videolarimiz bo'lishi kerakligi va sizga qaysi qismda biroz bir noqulayliklarga duch kelayotgan bo'lsa, kommentarda yozib qoldirib keting. Fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.